Assalomu alaykum, sevimli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intoyini xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz sabrchanlik haqida bo'ladi. Sevimli do'stlar, hayotimizdagi nurg'un ishlar doim biz o'ylagandek bo'lavermaydi. Ba'zida beshimizga og'ir kun keladi. Ba'zida turli balo-ofatlarga yo'liqamiz. Bundaq vaqtlarda sabr qilishimiz kerak. Payg'ambarimizning hayoti jafo-mushaqqatga to'lgan hayot. U hammaga sabr qilgan, chidamchanlikni yori tutgan. Shuni unutmanglar, Alloh sabr qilguvchilar bilan billa. Biz sabr qilgan sari Alloh yaxshi ko'radigan bandalarning qatoridan bo'lamiz. Do'stlar, sizlarmi payg'ambar alayhissalomdek sabrchanmi? Undaqda qo'lingizga qalam ilib, tanlash savollarini ishlab yiqinglar. Birinchi savol. Bugun oqshom uyga mehmonlar kelmoqchi. Opangiz siz eng amroq tomoqlarni etib, dasturxon tayyorlabdi. Siz qanday qilasiz? A. Mehmonlarning kelishini sabrchanlik bilan kutaman. Ular kelganda billa yeyman. B. Ozroq tetib boqay deb opamdan ruxsat oldiman. Ma'qul desa yeyman. C. Qo'sqim bak o'chib ketganlik uchun boshqalarga to'ydirmay bir qancha lo'qma yeb olaman. Ikkinchi savol. Uydagilaringiz bilan bozor aylanayapsiz. Bir kiyimga ko'zingiz tushdi, ammo opangiz kelar hafta elib beray dedi. Siz bu vaqtda qanday qilasiz? A. Bir hafta degan birdamni kelib qoladi deb sabr qilaman. B. Kelar hafta u kiyim tugab ketsa-chu. C. Uydagilarni qoyil qilishga tirishib, shu vaqtning o'zida oldirman. Üçüncü savol. Yo'lda ketyapsiz. Qo'lingizda siz amroq marojni bor. Tuyuqsiz biraylar sizni so'qib etib, marojni yerga tushib ketsa qanday qilasiz? A. Bundaq ishlar bo'lib turadi deb qayg'urmayman. B. Yerdagi marojniga birdam qarab etib, boshqasini oldiman. C. Oldingizga qarab mansiz bo'lmamdi deyman. Marojniga chidamay qolaman. To'rtinchi savol. İmtihondan chiqdingiz. Qancha nomer olganligingizni bak bilganingiz bor. Natijasi haftadan keyin chiqadi. Bu vaqtda qanday qilasiz? A. Chidab turib bir hafta saqlayman. B. Muallimdan yana bir qaytim so'rab qo'yaman. C. Muallimni har qaytim ko'rganda natija qachon chiqadi deb so'raveraman. Beshinchi savol. Bir savodoshingiz darsni yaxshi tushunamidi? U sizdan darsdan keyin yordam so'radi. Siz tushuntirib qo'ygan bo'lsangizmi, yana yaxshi tushunamidi? Bu vaqtda qanday qilasiz? A. U to'liq tushungicha qayta tushuntirib qo'yaman. B. Men senga tushuntiramagan o'xshayman, xohlasang boshqalardan so'rag'in deyman. C. Shuncha so'zlab bersam yana tushunmading. Uncha vola teskapmi emas, qo'lingni ishlatgin deyman. Oltinchi savol. Fikringizning texi tili chiqmadi. So'zlaringizni to'liq tushunmaydi. Bundaq ahvolda siz qanday qilasiz? A. Tilining chiqishiga yordamlashaman. Menmi kichik vaqtimda so'zlayolmaydim emasmi? B. Tili yaxshi chiqmaganligi uchun intayin kulkilik so'zlaydi. Uydagilar ukamga gap qilishni tezroq o'rgatsa ekan deyman. C. Gapimni tushunmaganligi va o'zimni tuzuk gap qilolmaganligi uchun uni ochiqlanaman. Yettinchi savol. Do'stingiz sizni tillasa, siz qanday qilasiz? A. O'zimni tutib olman, qayta tillama deyman. B. Ochiqlanaman, uni qattiq ogohlantiraman. C. Men uni tillayman. Sakkizinchi savol. Opangiz yoki o'qituvchingiz sizga Qur'on Karimni o'qishni o'rgatyapti. Siz bir qism harflarni to'g'ri o'qiyamayapsiz. Bu vaqtda qanday qilasiz? A. O'qiyamagan harflarni qayta o'rganaman. To'g'ri o'qigudek bo'lguncha tirishaman, sabr qilaman. B. Qur'on o'qish bektasgan, cho'ng bo'lganda o'rganaman deyman. C. Opamning yoki o'qituvchimning yaxshi o'rgatamaganligini aytaman. Bak qiynalsam o'rganishdan voz kechaman.
9-cu sual. Çoğunlar siz degan ishni darhol qilib bermasa, siz qanday qilasiz? A. Çoğunlar menga sabr qilishni o'rgatgan deb saqlayman. B. Saqlab beqib, yana bo'lmasa boshqalarga deyman. C. Men degan ishlar shu vaqtning o'zida bo'lmasa bo'lmaydi. O'ninchi savol. Apangiz oldingizga bir tal shokoladni qo'yib, xohlasangiz hozir yevassangizmi bo'ladi, ammo ozroq saqlab tursangiz men sizga yana bir tal shokolad beraman desa qanday qilasiz? A. Sabr qilsam 2 shokoladga erishadiganman, shunga apamni saqlayman. B. Qo'limga ilib yeymi, yemaymi deb ikkilanaman, ozroq yetib boqaman. C. Birini yevassam apamga deb yurib, yana bir nima ilib yeyman deb o'ylayman, saqlamay yeyverman. Sabırcılık haqidagi savollarni shuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqaylik. A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli do'stim, Alloh taolo va payg'ambar alayhissalom maqtagan kishi ekansiz. Sabr qilish bizga chiroyliqcha kutishni va isyon qilmaslikni o'rgatadi. Bularni hozirdan boshlab o'zlashtirishga boshlabsiz. Bu go'zal xislatni davomlashtiring. Sabr qilsangiz, ham bu dunyoda, ham u dunyoda mukofotini olasiz. B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli do'stim, qaraganda bir qism ishlarga sabr qilgandek ko'ringan bilan, yana bir qism ishlarga kelganda bek oldirango ekansiz. Xohlaganini qilolmaydigan, qo'li qisqa kishilarga qarab beqishingizni tavsiya qilamiz. O'zingizni ularning o'rniga qo'yib o'ylab beqing. Sabrchan bo'ling, Allohga shukr etishni unutmang. Sabrchanlikni cho'qim o'rganaysiz. C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli do'stim, siz ozroq oldiroqsan ekansiz. Bu hayotda hamma ish ko'nglimizdagidek bo'lmaydi. Bundaq vaqtda payg'ambarimizni o'ylang. Payg'ambarimiz o'zimi sabrchan edi, sabrchanlikni tavsiya qiladi. Ba'zi ishlar biz o'ylagandek bo'lmasa, ko'nglimiz yerim bo'ladi. Balkim shu ish biz uchun foydasiz bo'lishi mumkin. Balkim Alloh taolo bizga yaxshilik iroda qilgan bo'lishi mumkin. Bugundan boshlab sabr qilishni o'rganing. Cho'qim foydasini ko'rasiz. Bu sonlik tanlash savollarimiz shuning bilan oyoqlashdi. Kelar qaytim ko'rishguncha omon bo'linglar.